Vaqt o'tishini qaranglar, 16 yil bo'libdi granit travertin sohasiga kirganimga. 6 yil o'zim ustachilik qilganimiz ham 10 yildan beri qo'limga bolgarka ushlamaganman. Har bitta obyektimizga sokinlarini, fasadlarni boshlashdan oldin обязательный obraz ko'rsatamiz. Bu obyektimizga obrazni o'z qo'llarim bilan tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Qiziq bo'lsa videomizni oxirigacha ko'ringlar. Birinchi ishda formalarni va kepkani kiyib olishdan boshlaymiz. Tushuninglar, ukalar, qirg'ida pastidagilar, sizlar hali yoshsizlar. Palonchi hoji akaga boy bo'lgan yana bir 25 yil vaqt bor sizlarga. Shoshilmanglar. Tez kelgan boylikdan qo'rq. Birdaniga uy oldi, birdaniga 4 ta uy oldi, birdaniga 10 ta mashina, birdaniga tilla ko'mib tashadi uydagilarni. Unaqa bo'lmaydi-da, jon akalar. Sabr qilinadi, nimaga shoshilasizlar? Hozirgi yoshlar hamma narsani birdaniga bo'lishini xohlayapti. Unaqa bo'lmaydi, jon akalar. Alloh taolo osmonni yerni 6 kunda yaratgan. Alloh taolo bo'l desa bir lahzada hammasi bo'lar edi. Nimaga 6 kunda yaratdi? Bizga ibrat, bandalar, hamma narsa sekin-sekin bo'ladi degani. Bu obrazni qilishim uchun o'z qo'llarim bilan 3 soat vaqt ketdi. To'g'risini aytaman, juda ham ustachilik qilgim kelib ketdi. Birinchi sababi shunchalik miyam dam olib, mazza qilib ishladim. Ikkinchi sababi puli ham yaxshi bo'ladi. Chunki mana shunaqa sokin qilib tugatsangiz, taxminan $100 atrofiga bo'lar ekan. U egalari hali tumbalardan tumbani aniq dizayn tanlay olmadilar. O'zim maslahatlar ertaga aytaman dedilar. Ungacha ishlarimiz qilib turaveramiz. Xullas shunaqa foydali va manfaatli videolar bo'yicha podpiska va like bosishni unutmaysizlar. Bu videomizni yaqinda usta bo'lmoqchi ustachalarga jo'natib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.